Bovam aytqan hikmetler. Atığı qıgan balıdan kirer. Avazda Bunçam Rozi. Burunqi zamanda Hasan isimlik bir bovay yüz gözleri qanğı boyalgan halda. Balı baqqanның sazayisi, balı baktım dep, bala qazanı baqqanken men. Ağzı burnumni qan qildi. Bundaq bo'lishni bilgan bo'lsam, zaksida bo'g'ib qo'yarkan men. Deb vaqirab, chaqirab, ko'chini beshiq kiyibdi. Shu asnoda boshqa yerdan kelgan bir kishi bu ko'chadan o'tib ketib, buvayga ich og'irtib, tasalli beray deb qarasa, Hasan buvayning mahallasidagilar hech ko'rmagandek o'z ishini qilyotgandek. U kishi ashu mahallik birdan so'rabdi. Bu buvay qandaq odam? Sizlar nimishqa tasalli bermaysizlar? Tasalli berib zerikdik, debdi Hasan buvay bilan bir mahallik kishi. Hasan buvaymo yosh vaqtida dadisini har kuni ashunda qashtatdi. Endi uni palis qashtyotdi. O'tniga lap qo't degan shu, debdi. Hikmet, sen ota-onangni qancha rozi qilsang, balangmo seni shuncha rozi qiladi. Ularning dilini ranjitsang, kunlardan bir kuni uning jazosini o'z farzandingdan ko'rasan.